Biznes oynayapti. Bakoy yulu oldim. Instagramda qulab ketgan muz shumasmidi? Voy. Nima qildi bilmayman hozir. O'sha kuni tushgan summani ham ko'rsataman sizlarga. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana bugun 4-aprel shanba kuni. Bugun sizlarga uzumda bir kun ishlab nechta pul topish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Hozir smenani boshlash uchun Nextga ketyapman. O'sha internetda mashhur bo'layotgan daraxt kattaroq ekan dedi. Mana akalar, Seulga ham kelib oldik. Endi ish boshlaymiz. Forma so'raydi, rasmga tushayotgan payt. Endi bu formani keyin yechib qo'yaman baribir. Chunki hali issiqqa yengilroq kiyim olganim yo'q. Bu qishki kurtka. Hozir issiqda yurib bo'lmaydi. Rasmga tushib olsak. Mana ishni ham boshlab oldik. KFC. Birinchi zakazimiz Magic City'dagi KFC'dan ekan. Boramiz unda. Biznes oynayapti. Arendam bu? Oboram to'g'ri bersin. Biznes o'tvoradi bu. Mana Turinda versin bu qadini. Orqa balon biznes oynayapti. Yo'q. Putinni shunaqa ko'taradi, o'qiydi shaxs. Uzib oladi. Bo'ldi. Kamera qancha oldi? 450. 450. Orqa balon o'ynayapti deydi, o'tvoradi tuzatmasang deydi. Odam qo'rqib ham qoldi bu gapidan keyin. Kodi 38 ekan. Keyingi zakaz tashab qoldi. Okey, raqam ishlaha. 890 metr. Nima bo'ldi ekan-a? Bir gap bo'ladi. 50 метров поверните налево. Ikkinchi zakazda ham oldik. 308 kilometrga. Продолжайте движение прямо. Huzur akalar, mana ikkinchi zakaz topshirdik. Kameram o'chib qolgan ekan. Uchinchi zakaz ham tushdi. Men gapiryapman, kamera ishlamay qolgan ekan. Uchinchi zakazimiz 600 metrga tushdi. Hozir tak restoran nomi Anor Cafe'dan. Uzr bratlar. Videoga olishayotgan ekan. Xalaq berib qo'ydim. Tushganiga 5 minut bo'ldi. Hali tayyor bo'lmasa kerak menimcha. Assalomu alaykum. Ikkalasini o'zim? Ahmad. Yaxshi, sumka so'ramadi. Sumka so'raganda yana olib kirishga to'g'ri kelardi. 4 kilometrga Square tomonga ekan. 4 kilometrga. Bo'lib ketmasam bo'ldi ish qilib. Hali yetib bormadik. O'zi zakaz tushdi. Plus 4-zakazni oldik akalar. Bakoy yulu oldim. Yani yulu olganim, olib tashladim to'g'rirog'i. Bolti bo'shab qolgan ekan, qotira olmadim. Yomon xalaqit berdi menga o'zi ham. Qiyshayib qolib shunga olib tashladim. Keyingi zakazimiz 3 kilometrga ekan. Ketdik. Magazindan bitta suv olib chiqayman.
Xullas, akalar. Suv 4000 minus bo'ldi. Keyingi zakaz qachon tusharkin endi? Keyingi zakazimiz tushdi. KFC'dan. Buyuk Ipak yo'lidagi. Yomg'ir yog'maydi degandim bor-ku. Ob-havoni ko'rib. Jay ketdi-yu. Üstümde kiyib olmasam. Hukmi 892 aka. Aka shuni bir ko'rib bering, o'zi 48 minglik ekan, tayyor bo'lsa kerak. Tayyorni beraman, olib Chek bermadi-ku. Tayyor bosilgandi. Oldik. Vay, mana buni. Egarim full bo'lib ketibdi-yu. Yashnobod 5 kilometrga. Boshqa artadigan hech narsam yo'q meni. Ketdik. Ama Instagramda qulab ketgan muz shumasmidi? Ha? Instagramda qulab ketgan muz. Bu ishdan keyin yaxshilab bitta mo'yka bo'ladigan bo'ldi-da, velik. Hamma yog'ini dabdalasi chiqib ketdi. Loyga mana bunaqa joylarga kirib. Ay, bilat. Qayerga kelib qoldim, o'zim ham bilmayman hozir borku. Алло, Assalomu alaykum. здравствуйте. Dostavka olib keldim. Хорошо, сейчас выйду. Munisa milliy taomlar. Tak, keyingi zakazimiz bor edi, Munisa milliy taomlardan. Ketdik. Bagajim yomon o'ynayapti-da, asabimni buzib. Yerda ekan endi bu. Kutib oldim. 15 minut. 1 kilometr ham chiqmaydimi deyman. Voy. Mana qaranglar mana buni. 161 metr. O'zlari chiqib olishsa ham bo'lar ekan o'zi. Meni shuncha kuttirib nima qilgandan. 14-dom. Yetib keldim o'zi. Eng tez zakazim shu bo'ldi menimcha. Ha, ko'rdinglar o'zinglar. 160 metr. Assalomu alaykum. Okay, dastavkis. Yoqimli ishtaha. Topshirib oldik zakasni ham. Ikkinchi smenamiz boshlandi уже. Birinchi smena yopilib, ikkinchi smenamiz boshlandi. Keyingi zakasni qachon tashlashar ekan endi? Hoppa, keyingi zakaz tashladi. 2 minut kutdik, 2 minut ichida tashladi. Qabul qilamiz. Evuz. Tak, ketdik endi. Kamera qancha ekan aka? Kamera aka 450 da. Kilometrga ekan. Yandexga ham chiqib ko'raymi? Ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qani qaysi bir qancha to'laydi ekan. Joy bormi o'tishga? Mana yoqda joy bor ekan. Voy.
qadab qo'yishdi bu yerda ham. Hozir o'tsam kirib qoladi-da u. Balonni izi chiqib qoladi hozir o'tsam. Assalomu alaykum. Ovqat olib keldingmi? Ha, olib keldim, o'tishim kerak edi, men balonni izi chiqib qoladi-da hozir. O't olasan mendan. O't var, bolam o'tirasan, o't var. O't var. Izi chiqib qoladi-da. Anaqam? Dastlabki izoh. Men bo'laman. Yaxshimisiz aka? Mana. Yaqinlashdi. Kulmayman degandim. Baribir kulvordim bor-ku, nima qildi bilmayman hozir. Keng zakaz chiqguncha kutamiz endi. Hali ham kulgim kelyapti. Soatimiz 5 dan 8 minut o'tdi. Soat 6 dan o'tganda birinchi smenamni puli chiqadi. O'sha necha soatda, necha soat ishlanib, nechta zakaz qilingani va qancha topilgani. O'shani sizlarga aytaman, ko'rsataman. Mana uzum qanaqa beryapti soatiga. Soatiga qilganda qanchadan to'g'ri keladi bo'lganda. Zakaz tashda zakazga boramiz. Yomg'ir sekin yana boshlayapti. Qilib yog'vormasa bo'ldi boyaga o'xshab. O mana mazalidan zakaz tushdi. O yomg'ir boshladi yana. Signal chalsang ham chiqib keladi mana shunaqa qilib. Odam qo'rqib qoldi. Ko'rib turibdi bo'lmasam telefon. Aytdim, yana parlanishni boshladi mana kamerani. Akalar, короче, hozir o'rtada ozgina pauza bo'ladi. Yomg'ir tingandan keyin nechta zakaz qilganimni aytaman. Shundan keyin yomg'ir tinsa yana videoda davom etamiz. Akalar, o'rtada ozgina pauza bo'lib qoldi videoda. O'sha mazalini zakazidan keyin mazalida ozgina kutib qoldim. Keyin zakaz olgan paytim Safiyadan zakaz tashadi. Hozir Safiyaga ketyapmiz. Soatimiz pashti 6 bo'lib qoldi. Oho, 490 minglik zakaz ekan. Qachon tayyor bo'ladi endi bu? Assalomu alaykum. 0704. Keyin ko'pchilik mana skuterimni so'rashyapti. Qanaqa qilib olgansiz, qayerdan olgansiz deb. Akalar, men buni Aymapetdan olganman. Agar dastlabki yangi bo'lsanglar, endi yangi ishga kirgan bo'lsanglar, sizlarga men hozir bo'lib to'lashga olganman velini. Bo'lib to'lashga, olishga maslahat bermayman. O'zim xato qilganman bu narsani olib. To'g'ri, mana uzum aytadi. Короче, mana bunaqa bo'lib to'lashga olsang, bizni skuterimizni kompaniya bilan hamkorligi bor. 50% miqdorini agar haftasiga 40 ta zakaz qilsang to'lab beraman deydi. Lekin u to'lab beraman degani tashqaridan zo'r eshitilib, men ham olganman mana. 2 oy bo'ldi olganimga. 2 oy bo'lgan bo'lsa ham, mana hozir yomg'ir yog'yapti, orada qor yog'di. O'sha paytda menga bonus bermadi. Men o'ylayapmanki, bu narsa o'sha 50% pulni menga to'layotgani men o'zimning bonuslarim deb o'ylayapman.
menga o'sha velikni olgandan beri umuman bonus bermayapti. Umuman. Hatto 4 minglik bonuslar ham bermayapti. 8 ming, 10 minglik bu yoqda tursin. Shuning uchun maslahat bermayman. Men shunaqa deb o'ylayapman. Rahmat. Unda qanaqa qilib olishimiz mumkin desanglar, sizlarga bitta maslahat. Endi men 2 yildan beri kuryer bo'lib ishlayman. 2 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman sizlarga. Hozirda arendaga beradi veliklarni. Bo'lib to'lash uchun emas, arendaga olinglar-da. Bir oymi, 2 oymi haydanglar. Chunki bilmaysizlar, sizlar bu ishda qolasizlarmi, yo'qmi? Bu ish sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Chunki o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Yo'l yurasiz. Undan tashqari mana uzun jarimalari bor. Ko'pchilik shuning orqasidan ketib qoladi. Masalan, men uzunda nimaga yuraman? Mana shu bo'lib to'lashga olganim uchun hech qayerga keta olmayman. Ularning maqsadi ham shunaqa. Men o'ylashim bo'yicha, men o'zim fikrim shunaqa. Mana shunaqa bo'lib to'lashga berib qo'yadi-da, 6 oy, 7 oyga 6 millionlik, 7 millionlik narsani biz kerak bo'lsa 18 millionlab o'tib ketishi mumkin. Endi men to'layman, to'g'ri. Lekin olganimga 2 oy bo'lgan bo'lsa 2 marta 600 mingdan to'ladim. Endi bayram bor, uyingizga ketishingiz bor, issiqjon, kasal bo'lib qolishingiz bor. Xullas, sizlarga maslahat, agar olmoqchi bo'lsanglar, avval 1-2 oy arendaga haydab ko'ringlar. Bemalol maksimum 1,5 milliongacha olgan taqdiringlarda arendaga 2 oyda bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi, Yandexda ishlab. Shu 2 kilometrga ekan, mayli uni qo'yib turaylik. Yashnobod Tuzel metroga ekan, shu 2 kilometrga boramiz endi. Shoshmay turing, chiqib ketdik. Hoppa, mana quyosh ham chiqdi, havo ochilyapti sekin. Yaxshi. Endi kamera parlamaydi, bemalol videoga olaveramiz. चलते हैं। Ancha zakaz pasayib qoldi. Soatimiz 6:00. Xullas, akalar, ukalar, yarim soatdan beri zakaz tushmayapti. Zakaz ancha kamayib ketdi. Shunga tanam hisob ovqatlanmoqchiman. Xullas akalar, video orada o'chib qoldi. O'sha ovqatlangandan keyin, ovqatlanish payti zaryadkasi tugab o'chib qoldi. Undan keyin power back'imni ham zaryadi tugab qolgani uchun telefonimni zaryadlab oldim. Kamerani yoqishga iloj bo'lmay qoldi. Undan keyin qilgan zakazlarni ko'rsataman o'sha kuni tushgan summani ham ko'rsataman sizlarga. Mana daromad. Bu mana kechagi ishimizdan tushgan pul. Mana 5 soat 23 daqiqa. 5 soat 23 daqiqa. 112.796 so'm 9 ta buyurtma uchun. 9 ta buyurtma uchun. Mana bizga oxirgi zakazim
Safiyadan bo'lgan edi, kamera o'chishidan oldin. Keyin Safiyadan bo'ldi. Keyin undan keyin o'sha ovqatlangan joyimdan Gummaxonimdan chiqdi. O'sha sizlarga aytganimdan keyin Gummaxonim, Evus, Oqtepa, yana Evus. Keyin yana Oqtepa. Xullas 5 ta zakaz bo'ldi undan keyin. Общий summa 40 ming bonus tushgan. 40 ming bonus. 112 ming. Keyin endi bu kechikkani uchun korrektirovka yozgan. Bu endi ertalab ham chiqdim bugun. Endi sizlarga shuni hisoblab ko'rsataman hozir. Tak 112 ming и 40 ming. 112 plus 40. 152 ming so'm. Soat esa 152 ming 5 soat 23 daqiqa. Почти 5,5 soat uchun. Endi bu pul arziydimi yo'qmi bilmadim. Yandexda yurganlar yo o'zimda yurganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Bu soatga endi summa arziydimi yo'qmi? Endi soatga bo'lib ko'rganda 152 ming bo'lgan bo'lsa, 152 mingni mana bo'lamiz 520, mayli 503 deylik. Soatiga 28 mingdan to'g'ri kelyapti ekan. Yandexda sizlar qancha topasizlar soatiga? Keyin o'zimda ishlaydiganlar bo'lsa, hozir menda bonus yo'q qilib qo'ygan, u bonus ishlangan soatim uchun tushgan bonus. Ular shunaqa gaplar, shunaqa zakazlar bo'ldi. Zakaz yapdik, 9 ta zakaz bilan. E'tiboringlar uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib turib, bitta like bosib qo'yasizlar. Bundan keyin qiziqarli videolar chiqishi uchun chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.